har bir ayol birinchi navbatda o'zidagi dangasalikni yengishi kerak bo'ladi. O'zida matonat va iroda topish kerak mashg'ulotlarni bajarish uchun. Kimki bajaradi, u albatta natija oladi, chunki bajarmagan ayol natija olmaydi. Kim bajarmaydi, kim o'ziga bahona topadi, chunki mas'uliyatni olish xohlamagan ayol shunaqa qiladi. Ya'ni bola pozitsiyasida unga hamma narsani tayyor qilib berishlari kerak, ularni qo'llaridan tortib olib kelib qilib berish kerak. Bir narsani esingizdan chiqarmang. Bu tanani sizga hech kim buzib bermagan. Ya'ni sizdan taningizni arendaga olib turib, organlaringizni arendaga olib turib foydalanib, sizga mana deb yomon holat tashlab ketmagan. Bu organlaringiz sizda edi. Bu a'zolaringizni siz o'zingiz shu holatga keltirib qo'ydingiz. Injiqligingiz, qaysarligingiz, tan olmaganingiz, menda bu muammo yo'q deganingiz uchun ham bu muammolaringiz borgan sari ko'payyapti. Shuni bilingki, yuraverganingiz